O'g'li bor, o'g'lingni deb kelishibdi uyimga. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri ishlab, ishiga borib, tinchgina yashayotgan, xalq uchun xizmat qilayotgan o'g'limni ertalabdan kelib, bular olib ketib so'roq qilamiz deyapti bular. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoga ko'ra, bir insonning soqoli mavjud bo'lganligi sababli huquqni muhofaza qiluvchi organlar majburiy tarzda olib ketishmoqda. Keling ushbu videoga asosan soqoli mavjudligi uchun jinoyat bormi yoki qaysi holatlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar shaxslarni majburiy tarzda olib ketishlari mumkin? Videoga like bosing, batafsil tushuntirib beraman. Demak, videodagi birinchi holatga to'xtalib o'tamiz. Unda soqol qo'yish o'zalik sanaladimi yoki yo'qmi? O'zbekiston hududida amalda bo'lib turgan jamiki qonun hujjatlarida soqol qo'yish taqiqlanishligi nazarda tutilmagan. Qonun usti hujjatlarda ham ushbu harakat uchun jarima yoki jazo choralari belgilab o'tilmagan. Demak, agarda qaysidir ish harakatni amalga oshirish qonun bilan yoki qonun usti hujjatlari bilan taqiqlanmagan bo'lsa, demak ushbu harakatni amalga oshirish demak qonuniy hisoblanadi. Soqol qo'yish har bir insonning o'zining shaxsiy tanlovidir. Qaysi holatlarda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari fuqarolarni majburiy tarzda olib ketadilar? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 262-moddasida jabrlanuvchi, guvoh, gumonlanuvchi va ayblanuvchilar sudga va tergov organlariga qasddan kelishdan bosh tortgan holatlarda ular majburiy tarzda keltirishlari mumkin. Unda ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar fuqarolarning qasddan kelmayotganlik sabablari va nima sababdan kelmayotganligi aniqlik kiritgandan keyingina majburiy tarzda keltirish to'g'risida qaror yoki sud ajrim chiqarishi mumkin. Faqatgina birgina holatlarda kelmaslik sababini tekshirmagan holatda ham majburiy keltirishlik mumkin. Unda ham ushbu fuqarolarning aniq bir yashash manzili bo'lmagan taqdirda. Boshqa holatlarda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari, demak sizga chaqiruv qog'ozi yubormagan holatda yoki siz qaysidir sud organi yoki tergov organlariga qasddan kelishdan bosh tortmagan taqdiringizda ham sizni majburiy tarzda olib ketisha olmaydi. Faqat soqoli borligi sababli huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari idoraga fuqarolarni majburiy tarzda olib ketish harakatlari bu noqonuniy harakat hisoblanadi. Agarda siz ham xuddi shu kabi holatga duch kelsangiz, fuqarolar majburiy tarzda noqonuniy tarzda olib ketilayotganiga guvohi bo'lsangiz, sukut saqlamang va shikoyat qiling. Shu kabi huquqiy muammolaringiz mavjud bo'lsa, izohlarda savol so'zini qoldiring. Biz albatta siz bilan bog'lanib, huquqiy muammolaringizga yechim topishda amaliy yordam ko'rsatamiz. Ushbu kabi foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida sahifamizga obuna bo'lishni hamda videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.